Ana, Pavlovni yangi chiqibdi. Keyin xotin birgalashib ko'raylik shuni. Olib kelib inshaalloh tezroq. Zamonlar boshiga misoli Mana shapir-shupir qilsa, nima qiyin, xo'pmi? Ovozni yo'qotib, musiqani qo'yib tasha. Nimaga jo'natamiz-da? kechalari tushlarimga kirasiz sen hayolimdan Lag'mon ichyaptimi? Bilasizmi, shu odamni qorni biram besunaqa yo'qmaydi menga. hayolimdan och qolganda o desan sen hayolimdan och qolganda o desan sen seni mana ovqat seni mana ovqat seni mana shina Olib kel tezroq. Olib kel tezroq. O'n qara. Shu xasni kesib yesa bo'lardi-yu. Iltimos, adajonisi, o'tkazib yuboring. Shu joyni o'tkazayman. Ha. Otimni haydasam adirlarga, yorim arazlab ketadi qayerlarga. Dadasi, Otim bilan shu otingizdan ko'ra ko'proq menga mehr berganingizda edi. Agar senga ko'proq mehr beradigan bo'lsam, sen Marhamat xotindan battar ishib semirib ketarding. Marhamat akani gapirmang. U kishi sizdan ko'p pul topadi. Mahallada obro'yi ham baland. Hamma u kishini hurmat qiladi. Immuniteti yuqori inson. Har kuni bir tonnadan oshiq ovqat yegandan keyin immunitet ko'tariladi-da. Agar o'sha yegan ovqatni meni otim yeganda edi, yorilib o'lardi. Astag'firullah. Og'zimdan chiqib o'sha marhamat yoqasiga yopishini. Siz ham pul toping, yeng, iching, immunitetingizni ko'taring. Siz u kishini ko'ra olmaysiz. Ey, kerak bo'lsa-chi, o'sha marhamat kelib, meni oyog'imni oldida tiz cho'kadi. Nima? Siz tiz cho'kishingiz mumkin. U kishi emas. Og'zingga qarab gapir. Yana og'zingga bir sog'oraymi yo? Yo, hali gapni aytib o'rsam, keyin kech bo'ladi aytib qo'yay. Mayli, tavba qildim. Bu gapni aslo gapira ko'rmang. Og'zingizdan bu gap chiqmasin. A'lo larzaga keladi-ya. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi borib keling. Oy borib omon qayting. Xudoyim bir asradi-ya. Yaxshi ham hali gap aytib yubormadilar. Sho'rim qurib qolardi dushmanlar. baxt sotib oldim, ot sotib oldim. O'yladimki o'zimga omad sotib oldim. Oshna, chobaxon oshna. Ha, TikTokchi. Nima qilyapsan? Hali yerga tegmadingmi? Undan ko'ra bir ish topib ishga kirsang bo'lmaydimi? Sizga nima? Sizning nima ishingiz bor? Hozir diplomlarga ish yo'q. Men qaydan bo'lsin? Ana ochko'z tog'ay nima qilyapti? Tog'amma meni tutuni ko'taryapti. Shu yerdan tirjig'aling hozir, xalaqt berasiz. Hachiringizni haydangda jo'g'aling, tushundingizmi? Bu xachir emas, ot. Seni tog'an xachir. Qo'lingdagi nima? Mana o sizga. Otimni haydasam adirlarga, yorim arazlab ketadi qayerlarga. Qarang, adas. O'zi shu rostdan ham qiz bolamikan? Menga shu umuman yoqmaydi. Doim qiz bolaman deb yuradi. Rostdan qiz bolamikan?
Qanaqa qiz bola, ikkita bolasi bor, bitta o'g'il, bitta qiz. Ana qizi bu yil oliygohga, byudjetga o'qishga kirdi. O'zimiz mahallada yashaydik, bilasanmi sen? Qop-katta xotin uyalmasmikan? O'zi buni eri bormikan? Eri bo'lmasa, bolalari qayerdan kelardi, ahmoq, laylak olib kelardi. Lekin bu ayolga oson tutmaslik kerak. Voy bu, namchu yonini oldingiz? Tavba qildim. Aytgancha. Uy oldimmi? Kreditga uy olmayman, u narsa menga to'g'ri kelmaydi deganmish. Ozroq joy yer oldi. Uy qurishni boshlarkan. Voy, qo'ynimni ko'chasi. Kredit olsani maqtdi. Baribir artistda. Iltimos xotinjon. Artist deyapsan, 22 yildan beri artist topganiga yashab kelyapsan. Yo, yetmayaptimi? Topgan noningizni pesh qilar ekansiz-da. Uf, ahmoq. Xalaqt berdi-da. Ey, sening oting nima edi? To'ng'izmi, gapir? Tentak. To'ng'iz emas, Chingiz. Chingiz. Ha, Chingiz. Menga qara gapir, kimsan? Men sen orzu qilib kutgan odamman. Nahotki, sen qorboboma. Ahmoq, qanaqa qorbobo? Men seni bo'lajak eringman. Sen tentak, men tentak. Sen xunuk, men piska. Ikkovimizning bolalarimiz rosa chiroyli, aqlli bo'lsa kerak, a? Uni qo'y. Ke batl o'ynaymiz. Ikkalamiz ham o'zimiz kasbimizni bosh harfini aytamiz. Meniki boshi T, oxiri R. Topchi. TikToker. Молодец. Topding. Qani o'zingnikini aytchi. Boshi F, oxiri A. Fohishamsan. Tentak, farrosha. Ha. Mayli, sen yutding. Yuzimda olib qo'yishim mumkin. Nima? Men seni o'pamanman. Ey, tarjiqalay. Menga qara, sen o'zi sevganing bo'lganmi, yo'qmi? Sevganim bo'lgan. Sizni sevaman. Sizga jonimni beraman deb. O'qishga kirgandan keyin jonini xotinboz jobborga berib yubordim, megachi. Voy, bechora. Qara, ikkovimiz dardimiz bir ekan. Hazrat Rumiy aytgan ekan. Bizni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi degan ekan. Sen Rumiyni ham bilasanmi, sohiba? Qoyil, yana nimalarni bilasan? Men bor-ku, klassik qo'shiqlardan jirtib tashlayman. Qani bitta aytchi. Aytayman. Hicran o'trin bag'rimay so'zona tagatguncha naylayki ilojim yo'q har go'shada yig'larman jon naylayki ilojim yo'q har go'shada yig'larman torildi hazin nega davda farg'ona tangat Toppa tusiy ovozi bor ekan. Nima qiladi artistlik qilib, qo'shiq aytib yururmaydimi? Ahmoq, ikkalasi ham artist-ku. Ko'radigan bo'lsang, ko'r, ko'rmagan bo'lsang, chiqib ishini qilgin. Ko'raman. Ne ko'rmas ekanman? Tavba qildim, haydurasiz. Ko'rsang, indamasdan o'tirib. Ya, malades, sohiba. Ovozi zo'r ekan-a? Zo'r aytar ekansan. Endi men senga qo'shiq aytib beraman. Yangisidan. Olg'a. Bitta qadam tashlab ko'ray do'st, yangi hayot boshlab ko'ray do'st. Ichkiliksiz hayot boshqacha. Shu ishingni
tashlab ko'ray do'st. Alo, kichikni qarang, sanki o'shar ekan. Xafa bo'ladi ham demaysan, e? Nima ham bo'ladi? Eshitmadi, u ketdi-yu. Qara, alo, farmon kelyapti hozir. Aqlli qilib boshi qotiradi. O'zi bizda umuman farqi yo'q. Ha, Shu spirtli ichimlik ichmaydi xolos. rost aytsan. Umuman ichmaydi. To'g'ri. Ana u kuni kimdir arabcha she'r aytsa, tilovat qildi deb duoga qo'l ochib turibdi. Ha, ishyoqmas bezor alkashlar. Ertalabdan boshladinglarmi? Almon aka, bu alkogolsiz kayf qilmaysiz. Iya, shunaqasi ham bo'ladimi? Farmon aka eshitmaganmisiz? Aka, ustiga o'sib turgan bitgan immunitet. Immunitet degan. Demak, menga foydasi bor ekanda. Berchi bir ko'ray. Bu dunyo bir mayxona, sog'lar undan begona. Bir piyola ishq ichgin, yurak bo'ldi. Hey, o'zimizni qibraga o'xshar ekan. O'tiram borib. Qaqom bo'ldimi? Yengil bo'ldi. Yengil bo'ldim. Ha, ana. Immunitetim ko'tardim deyman, ha? Ha, ko'tardim. Zo'r ekan bu. Ey, rostdan ham alkogolsizmi? Farmon aka, bizga ishonmayapsizmi aka? Men yolg'on gapirishni yomon ko'raman aka. Senga ishonaman. Shoir, qani bitta yangisidan bo'lsin. Kecha yozdim. Eshitmadim. Qulog'im chiylayapti, boshim g'uvlayapti. Dalilni oshdimi ekan? Immunitetingiz ko'tarilgan, Farmon aka, immunitetingiz. Ey, to'g'ri aytasan ey. Haqiqatan ham shu bilagimda-chi, kuchim ko'payganga o'xshayapti. Hozir borib, mana urib tashlayman. Farmon aka, Marhamat aka oyoq qo'lini ishlatmasdan sizni orqasi bilan urib tashlasa kerak. Men unaqa meshqorinni 4 tasini g'ajib tashlayman. Bak, nimalar deyapman? Rostdan ura olamanmi? Uraman. Yeb tashlayman. Kerak bo'lsa, oyog'im tagiga tiz cho'ktiraman. Agar tiz cho'ktira olmasam, ana shu otimdan tushmayman. Otimdan tushsam, xotinimga javob. Farmon aka, nima deb qo'ydingiz? Axir Marhamat aka o'lsa ham sizga tiz cho'kmaydi-ku aka. Kerak bo'lsa butun dunyoni oyog'im ostiga tiz cho'ktiraman. Chunki men farmon bo'laman, farmon. Bana bu ichimlikchi, lekin alkogolsiz bo'lsa ham rosa immunitet oshirar ekan. Qaynab ketyapman, qaynab bilaklarim ketib o'lgan. Rahmat sizlarga. Men qara,
maxsus kuchaytirilgan pivaligini aytib qo'yganimiz yaxshi bo'lardi-da. 22 gradus ay. Voy, faqat bu hammani tushirib yuraveradimi? O'zi ham bir tushsin. Shunaqa she'rlar ilgari efirda ko'rsatilmasdi, adasi. Endi hozir demokratiya bo'ldi-yu. Hamma xohlaganini gapiraveradi. Choydan qo'y. Ko'chalardan o'tganimda shidlar inchilar, dimog'imga urilganda to'xtaganchilar, to'xtab qolib sekin yurib yoningda borsam, nafas olmay to'yib yutvorginchilar, nafas olmay to'yib yeb qo'ygimchilar. Ovqat saniyman mana ovqat, saniyman mana ovqat, saniyman shu. Obka. Bitta qorinda ikkita kalla nima hazm bo'lmaydi. Kallang ishlamaydimi? Bor, olib borib ber. Boshqa ovqat olib kelsin. Bor. Bo'ldi. Oshni tayyorlasin tezroq. Anuni qarang. Yana ovqat yeyapti. O'tkazib yuboring. Uyalmasmikin-a? Qanchadan qancha oilalar go'sht yomay yuribdi. Ahvolini qarang. Qornini qappaytirib chaplatib yeshiga o'laymi yana buni? Qo'y mayli, yomonlayverma. Bitta mahalda yashingiz axir. Osh tayyormi? Sen bo'lasanmi yo meni ochimdan o'ldirasanmi? Hozir mana tayyor oldi. Hozir olib kelib beraman mana. Nimaga 5 ta shashlik olib kirding xolos? Bittasi qani? Men yeb qo'yibman. Bittani-ya? Qo'shilib bo'lib ketdi. Yottoba. Ayt, olib kirsin tezroq. Hop, hozir. Sen kimsan? Bizga yangi qo'shildingmi? Nima? Sen TikTokda o'zing qilmaganmisan? O'zing kimsan? Sohiba, bu bizning o'yinchimiz. Sendekcha zo'r qo'shiq ayta olmasa ham qo'shiqchimiz ham desak bo'ladi. Ha, ana o'ku, jiragiga chapillatib uradigan. Ey, sen jirang og'rib qolmaymi? Ajalingdan 5 kundan o'lib ketmagin tag'in. O, tente. Hozir basharang buzib qo'yaman. Ey, bu tentak emas, sal ahmaroq. Men tentak bilan ahmoqning o'rtasida o'tirib qolibman. Ikkinchidan, men ayolmas, qiz bolaman. Tushundilaringmi? Senlar borku, kurakda turmaydigan gaplarni gapirib, yoshlarni buzib bo'ldilaring. Og'zlaring shaloq. O, og'zingga qarab gapir. Mani san'atimni butun dunyo tan olib, sovg'alar tashlashadi, bildingmi? Qani shu san'ating bir ko'rsatchi. Ozarbayjon! Qo'llaringdan tutsam qoshing deysan-a, ko'rmay qolsam qani deysan-a, Joningdan tutsam qoching deysan-a, balqon va desh! qani deysan-a, Sog'indim quchog'ingiz, sog'indim quchog'ingiz, sog'indim quchog'ingiz, oching deysan-a, yaqinroq kelib qo'y hajjoningdan. yaqinroq kelib qo'y hajjoningdan. Farg'onani qiziman. Farg'ona va desh! Jinniyim odamdan bo'lar ekanda. Shu san'atmi? Tentaklikdan boshqa narsa yo'q. Aqli bo'lsa ham savolimga javob berchi. Ham yerda yuruvchi, ham osmonda uchuvchi, sut emizuvchi nima? Ey, o'ningni borku, yosh bola ham biladi. Star dushsa. 3 ta tentak bir-birimizda, Sohiba. Sen o'zing nima karamat ko'rsatasan, ko'rsatchi?
shoshmay tur, hozir ko'rsataman. Hozir keling. Bodring. Bodring. Shuning nimasi yaxshi? Undan ko'ra ibratli ish qilsalang bo'lmaymi? Ey ojiza, agar yonimda bo'lganingda qiz bolalarimga ham qarab turmasdim. Shunaqa degan, chetda yurib o'zlaringga ketib qolgansanlar. Ey, vatanda bo'lganda jim jurarding. Chetda turib hamma aqlli o'zicha. Men bor-ku, mana shu vatanda turib seni joraman. Kim bu? Voy! Uyingizga vaqt keldi. Men qilganchi? Men qildim. Agar bor-ku, sen ham bema'ni qiliqlaringni qilaversang, seni ham olib bitiraman. Sohiba, meni kechir. Boshqa so'kinmayman. Iltimos kechiringlar. Bo'pti. O'tir. O'tirib ol. Yo, mayli, o'tira olmayman. Sog'a. Farmon aka. Xotinini Nima? Taqillatibdimi? Yo'q. Taqilmasdan gapir, tarsaki qo'yibdimi? Nima qildi? Abbatda qirilayman hozir. Hozir chiqaman, bor. Aralashtirib olaylik endi. Lag'mon tepini chiqdi. Ey, men bor-ku, o'yinni ham sindirib tashlayman. Janzeda meri aşık mast da dar dil divana Janzeda zeylerin dilasıdan ko'nglim to'lar soching tolisidan. Nima qilyapsan? Uyalmaysanmi? Ha? Ko'chada o'tirib olib. Ey tog'a, men bor-ku, Telegramdan kanal ochib oldim. Sen tavba qildim. Bitta ariq ocha olmaysan, kanal ochasanmi? Bor uyga kir. Didoring qursin. Shunga bir er topilmadi-da. O'zingiz Farmon akaga bermayman dedingiz-ku. Mana xotini bilan jarashib oldi. Bu ham xotini bilan urushib qolganimiz. Hozir bilmay qo'ydi chiqdi bo'layotganimiz. Yo'q, kim aytdi sizga? Farmon aka xotini bilan Bo'ldi, tushundim. Taloq bergan. Unda men seplarim jiyvirayin tog'a. Voy, shu gaplarni toyni oltida gapirishga uyalmaysanmi? Tentak. Bir ichkariga kir. Tog'a, o'zi 10 gulimdan 5 tasi ochilib bo'ldi, xo'ppa. Yana nechtasi ochilishini kutay. O'zi erga tekkim yo'q. Shu TikTokni ko'rsam, erga tekkim qilib qoladi. Ko'rmayman endi. Deymanda yana ko'ramanda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan sohiba? Hali ham er kutib o'tiribsanmi? Menimcha bor-ku, baxtim ochilganga o'xshaydi. Voy, tabriklayman. Kim ekan u baxtli odam? Sizni Farmon aka qo'yib yuboribdi-a? Meni bog'lab qo'yganmidi qo'yib yuboradi? Nima yolg'on gapirasiz? Mana og'izlaringiz ko'garib yotgandan ham bilaman-ku. Tilim yomon. Ba'zida bir
Tilim uchun ozgina yeb turaman-da. Lekin biz bir-birimizni sevamiz. Voy. Shu yoshda sevishma. Chirib jatibsiz-ku. Og'zingga qarab gapir. Tilingni uzib olaman. Bilaman. Erim senga gap qilib yurganini. Xomtama bo'lma, tentak. Sen har yili psixbolnitsada davolanib turar eding. Vaqti bo'lgan shekilli. Men bor-ku, har jiyda gullaganda chotaman. Cida gülüm, cida gülüm. Cilvelari. Ben beş ketmedim senge. Odam ekansan ya, odam ekansan. Bu yosh yigitam bor-ku, bunaqa va'da bermas kerak edi. İçib olgan desam, içmasang. Besh ketmedim senga. Biz bilan alkogolsiz pichka. Ne o? Keyif bermaydi u. Bekarlardan içsan. O'zi mahallaning bir uchiga chiqib alkashlari bo'lsalaring. Oyog'ingni zo'rg'a turasan-u. Endi mamayraman tiz cho'kmasa, xotiringga taloq tushadi. Yo'q, Ha? O boboy. O'sha marhamat aytirib keling iltimos. Ey, agar mamayraman rozi bo'lmasa, xotining boshqa odam bilan nikohga o'tish kerak. U javobini bergandan keyin senga qayta nikohlanadi. Shuni bilarmiding? Bugun marhamat aka kela olmasalar kerak. Ovqat yeb immunitet to'playdigan kuni bugun. Yo'q, qaysi kunlar ovqat yemaydi? Faqat payshanba kuni. Hansirab qolmayin deb faqat 3 xil ovqat yeydi xolos. Yo'q, qolgan kunlaricha. Kamida 6 xil ovqatlanadilar. Kamida. Adasi, ko'rdingizmi? O'zi taloq degan so'zni og'ziga olmaslik kerak. Unaqa gap gapirmadi-yu. U agar otdan tushsam, xotinim shunaqa bo'lsin dedi. Endi bularga ham gapirib, ko'rsatib, ommaga chiqarishga haqqi bor-da. Ba'zi bir oliftalar bor-u. Bo'lar bo'lmasga taloq deyaveradi. Ana shu so'zni qanchalik yomon ekanligini ko'rib olishdim bular. Keldingmi, Mayramat? Ko'rmaysam o'rtog'ing yomon gap aytib qo'yibdi-da, bilmasdan endi. Mana nima aloqam bor? Mana shu o'rtog'ingni oldiga tiz cho'ksang bo'ldi endi. Siz o'ylab gapiryapsizmi, ota? Men bunaqa itlarga tiz cho'kmayman. Og'zingga qarab gapiruv. Agar otdan tushsam, dabdalangni chiqaraman. Ya, tiling chiqib qoptimi? Meni soyamdan ham qo'rqarding-ku. Sen ichib olmaganmisan ish qilib? Ana alkogolsiz pivo ichgan ekan. Alkogol. Endi ozgina endi alkogoli bor ekan. Dadasi, uyatsiz ekansiz. Meni ham o'rtaga qo'yasizmi? Uyalmadingizmi? Marhamat akajon. Marhamat akajon. Ozgina iltimos tiz cho'kib bering. Iltimos qilaman. Menga qara xotin, yalinma. Marhamat. Sen tiz cho'ksang, tizdan yebrilib ketadimi? Xomsa emas, tiz cho'k. Ya? Pashol. Kechirasiz. Marhamat akajon, bu kishidan xafa bo'lmang. Ichib olibdilar shekilli. Ozgina cho'nqayib, mana shu garshokka o'tirganda o'tirib bering. Iltimos. Ha, o'tirib qo'yamay ana. Men senga hech qachon tiz cho'kmayman, tushundingmi? Chunki men erkakman. Vallahi mening tog'am erkak, tiz cho'kmaydi. Sen nima kelding? Marhamat akajon, erim ertalabdan beri otdan tushmayapti. Gemoroyi bor. Bechorani kasal bo'lib qolmasa bo'ldi edi yana. Uf, ey xotin, nega shuni ishga solding? Yana boshlandi-ku. Ey, Mamayramat, sen farmondan xafa bo'lma. U gapirmayapti, uni shaytoni, ichidagi shaytoni gapiryapti uni. Siz shaytonni ayblamang. Men bu shaytonga dars beradi bu. Men hayotda bunga tiz cho'kmayman. Damingni ol. Malades tog'am, erkaksiz, ketdik. Ya ketdik. Ovqat ayting ovqat. Marhamat akajon, sizga 3 kun 7 xil ovqat tayyorlab beraman. Xohlagan ovqatlaringizni pishirib beraman. Ketmang.
ketib tursan. Rostdanmi? Rostdan, albatta rostdan. Bo'lmasam gap bundoq. 3 kun. 3 kun 7 xil ovqat tayyorlab berasiz. Nomini o'zim aytaman. Xo'p bo'ladi. Manga qara xotin, esing joyidami? Axir bu bizni yarim yillik pravdamiz yeb ketadi-ku. Buni qancha ovqat yeyishni bilmaysan-ku xotin. Demek kelishdik. 3 kun 7 xil ovqat. Mamaylamak tiz cho'k. Mayli. Bor ketsan. Tog'a lekin sizga ish ketmadim lekin. Tiz cho'k. Tizzalaring qirsillab ketsin. Voy, ko'ringlar manzarani, suratga olinglar. Marhamat kelib meni oldimga tiz cho'kdi. Chunki men farmonman, farmon. Qalaysan? Shu tog'amga ham qoyil qolmadim-da lekin. Bitta ovqat uchun tiz cho'kdingiz a? Nima deyapsan? Ovqat uchun emas, bir oilani saqlab qolish uchun. Gapirib yubordimmi? Bu ko'rsatuv menga yoqmadi. Men bola boshqa mavzu qurib ketganmikan? To'g'risini aytsam, menga ham bu ko'rsatuv yoqmadi. Assalomu alaykum. Voy, keling. Yaxshimisizlar? Taqillatdim, baqirdim, chaqirdim, eshitmadilar. Shuning uchun kirib kelaverdi. Voy, o'zi qalpoq ko'rib o'tiruvdik. Juda ham zo'r chiqibdi. Voy, kunlarim, ichiklarim buzilib qoldim. To'g'ri, To'g'ri, shunaqa kuldik, ichaklarimiz uzilib qoldi. Ko'rsatuvga lekin gap yo'q. voy, siz. Ha? Yaxshi. O'zi men qattiqqa chiqdim. Endi tomoshabin har xil bo'ladi-da. Sizlarga ham rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sizlarning fikringlarni kutib qolamiz.